O'yin boshlandi. Qo'limdagi iPhone 11 aynan sizniki bo'lishi mumkin. Do'stlar, o'yinimizni boshladik. Bu telefonni yutib olish uchun men sizlarga tushuntiraman nima qilish kerak. Qaranglar, shu videoga bitta like bosishlari kerak va kommentariyaga istagancha kommentariy yozishinglar kerak. Chunki g'olibni kommentariyalar qatoridan aniqlaymiz. Va bu videoni eng yaqin 10 ta do'stingizga jo'natasiz. Shu videoni istoriya qilib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Eng muhimi bo'lgan, meni profilimga o'tsanglar, 4 ta dona homiy bor. O'sha homiylarga podpiska bo'lgan bo'lishinglar kerak. O'yinda 5-yanvar kuni soat 21:00 da Usta X profilida jonli efirda random programmasi orqali aniqlaymiz. Do'stlar, shoshilamiz, like, kommentariya bomba qilib podlatinglar. Aynan shu telefon sizlardan biringlarga bo'lishi mumkin. Eslatib o'taman, agar kimdan-kim bu telefonni yutib olsa, aynan Farg'onaga kelib, o'z qo'limdan bu telefonni olib ketadi. Ha, aytgandek, buning ko'ribsini 17 Pro Max qilib taqib beramiz. Telefoningiz bo'lsa 17 Pro Max bo'ladi. Shoshilamiz, like, podpiskani bosib, homiylarga obuna bo'lib qo'yib, yaqin do'stlarga jo'natib qo'yinglar va menga obuna bo'lib qo'ysanglar, bu o'yin endi boshlanishi. Hali bunaqa sovg'alar juda ko'plab beramiz. Demak, like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Sizlar bilan Usta X bosdik.